Men o'zim 12-13 yosh bolaman, kichkinaman, ozg'ingina 40 kilo bo'lsam kerak. Ikkita g'ildirakli aravam bo'ladi. 15 qopga yaqin kartoshkani bozorga olib borib berish kerak. Uni olib borib bera olsam, agar bir kunlik planim to'lgan bo'ladi. Ko'tara olaman, orta olaman deb haligini hammasini ortdimda. Endi arava anaqa ikkita g'ildirakli-ku, oldiga tushib olganman. Itarib ketyapman. Ana egasi oldimda ketyapti, bozorga qarab ketyapmiz Optimga. Ketyapman, shunchalik ko'p ortganmanki, kartoshkani oldi unchalik ko'rmaydi. Yo'lga bundan qarab ketyapman, bundan qilib ketyapman, itarib ketyapman. Bir vaqt kechagidek esimda, chunki qattiq tushganman-da. Yerda g'ishmi toshmi yotgan ekanda, aravani g'ildiragi bir tomoni shunday urildi-yu, bir vaqt kartoshka ama ushlab turgan joyimni jag'imga ruchkasi tegdi. Govdan bilan ko'tardi mani bordi, arava to'xtagan. Men shu kartoshkani ustidan tushib, kartoshkaning egasini oldiga topib tushdim-da. Nima qilsa kartoshka, orqamda kartoshka suvga tushib ketgan. Men shunaqa qilib, kechagi qilganmiz.